nomer arzon bo'ldi deb olib tashlayapsizlar-ku, 8 million, 10 million, 12 milliondan sal shoshilmay turinglar. Chunki buni saqlab turish degan narsasi bor. Ertaga mashinalaringni sotsalaring, o'zlaringga yoqqan nomerni oldilaring-a, o'zlaring xohlagan nomerni. Mashinani sotdilaringmi? 5 kun yo 10 kundan keyin mashina olaman desalaring, buni 1 yillik to'lovi bo'ladi. Taxminan hozirgi kunda 4 million so'm to'lovi. Ertaga nomerlar hamma sotilgandan keyin bu to'lovi ham bir 5-10 millionga qarab chiqib ketishligi mumkin. O'shani hisobini olinglar. Lekin o'zicha maslahat ham bermayman. Chiro nomer nimani hal qilardi? Oddiy nomerda. Undan to'g'ri kelganini olib yuraveringlar, chunki Yevropa davlatlarida rosa ko'pini bilaman, nomerga qiziqmaydi. Bizda faqat nomerga qiziqadi, nima uchundir. Endi ochilganiga hamma qiziqyapti shekilli, shart emas unaqa qimmat pulga nomer olish. Undan ko'ra o'zi tushgan nomer kelaversin, o'sha gap yana boyagi. Xiranenas qimmat bo'lib ketadi, ertaga berib yorishga, chiroyli nomer o'zim yoqtirardim deysizlar, lekin uni to'lagani pul og'irlik qiladi. Hurmatli shofyorlar, podpiska tashab qo'yinglar, kerakli videolar profilimda bor, o'tib ko'rasizlar.